Pah. Dasxanlarning yarışı bo'lgan hamda nihoyat quvvatli baklavani ichish usulü qandaqdir do'stlar? Jirak berib saqlayib, sizmi uyingizda sinab yeb ko'rib beqing. Salam dostlar, Navqiran ailemiz hoş geldinizler. Bugün 16. saatlik dersimiz başlayıp ketdi. Aşıngilarda dostlar huzurlanmışsınız bugün. Bugün dostlarning huzuriga kelganimiz baklava, nihoyat quvvatli bo'lgan, yeyishlik bo'lgan, oziqlik qiymati nihoyat mo'l bo'lgan yemeklik. Bundan esa yetarli materiallarimiz ko'rib chiqadi dostlar. Yetarli materiallar un 600 gram, seriq may 250 gram, sut 50 gram, tuxumning seriqi 2 tal, shakar 220 gram, tuxumning eqi 250 gram. Buning ichiga ketadigan xuruj, yong'oq 150 gram, üzüm 75 gram, 2 tal tuxumning seriqi, ma'lum baklavaning yuziga tuxum surib bo'lgandan keyin yuziga bosadigan yong'oq. Hemen birinchi bosqichimizda seriq may bilan unni yemirib olamiz. Yemirib shuni talqon holatiga keltiramiz. Hemen do'stlar, boyagi unda seriq mayni ilashtirib, hemen bunda talqon holatiga kelib oldik. Endi buningga boyagi 2 tal tuxum 50 gram sutimizni qo'ydik. Endi bu xamirning chiqan boshligiga qarab, suv quyib, suv bilan yug'urib tansisak bo'ldi. Do'stlar, mana bayam xamir mana yug'urilib, mana yumshoq shunda silliq mana shu holatga keldi. Endi bu birdan ting'icha, endi biz buning orsiga oladigan rishalisini tuxumning eqi, shakar, mana bu ikkisini yetib olamiz. Bayam tayyor bo'lgan xamirimizni 5 ga bo'ldik, 5 ga bo'lsak bo'ldi. 5 ga bo'lib, endi buni qat-qat tizib chiqish tayyorlik qilamiz. Mana oldin tayyorlab olishimizga. Yeng lislar bo'lsa, mayli sanglar bo'ldi. Mana to'l lislar bo'lib azroq seriq may yoki suv may maylashsanglar bo'ldi. Bu ham tayyor qilib olishimizni, Endi buning ustiga yana bayam tayyor qilib olgan üzümni, yong'imizni, yana bir parcha xamirimizni shuning to'piga mana boyagi 5 parcha xamirni qatma-qat mana shunday qildik. Endi buning ustiga bu ham avvalgina shiktal ustiga surdigan deb qo'ygan tuxumni surdik. Bu şekilde tasını çıkarırız. Yankımız var mı yüzüge? Maşineye. Verdik tepsiye. Mana da yapıp olduk. Bunu aldım kızdırılgan poşanğa 190'da 40 minut etrafı pişirip asanlar oldu. A few moments later. Mana do'stlar, baklavalarimiz tayyor bo'ldi. Mana oilalarda shunday sinab baqsanglar bo'ldi. Nihoyat yeyishlik, dasturxonlarga nihoyat yarashadigan ranitmatli bu. Qanaq do'stlar, uygun oldinglarmi? Uygun olgan bo'lsanglar jirak berib saqlayib, sizlarni vaqtinglarni chiqarib uyda sinab yeb ko'rib beqinglar. Ta'mi bek peza. Kelak sonni ko'rishaylik, xayr xo'sh.